Yani bugünkü grammatikalik dersimizde biz fe'illarning zamanlarından pütken zamanni öğrenip ötimiz. Yani biz hazırgı zaman, ötken zamanni öğrenip ötdük. Bugün pütken zaman. Lekin pütken zamanni başlaştığım burun biz çoğun bililiş tegişlik bir grammatikalik hukum var. O bolsumu haben bilen zayinninki işletilişi. Oş haben bilen zayin, oş gollantilda zamanlarning pütken zamanni ifadeleşte pek muhim rol oynaydigan yardımcı fe'illardır. Şuna oldu bilen muş fe'illar bilen tanışıp ötimiz. Hazırgacha biz bu fe'ilni birinci dersden başlap öğrenip keldik. Bazı bir ma'nisi sizlarga çoqum ayan. Şu bugün şu ma'nisini yana bir qitim pishig'lagach, pütken zamanda qo'llanadigan ma'nisini mo öğrenip ötimiz. Baya dedim, yani habim bilen zayin bu ikkisi fe'il. Fe'il bo'lganlik uchun fe'illarninki har xil shaxs, birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs shaklları bo'ladi. Fe'illarninki hozirgi zaman, pütken zaman, o'tgan zaman shaklları bo'ladi. Zaynmu, habum har ikkisi fe'il bo'lg'achqa ularning ham shunday shaklları bor. Masalan, zaynninki, yani tey degan texin o'rdiq tayt deb o'rgangandik. Texin o'rdiq tayt shakli, yani ik shakli ik ben. Biz birinci dersimizde birinci olarak öğrengen cümlemiz muşti. Mesela ik ben Mihrinsar desem, ben Mihrinsar depçu. Yey ben alim desek, siz bolsanız alim. Hey is Enver desek, o bolsa Enver degendek. Yani ik ben, yey ben, hey is, wij zijn, jullie zijn en zij zijn. Bu çoğum sizlarga yodda bo'lib ketish kerak. Buningki verleden tijd, o'tgan zaman shakli. Masalan, ik was. Masalan, men o'qituvchim demoqchi bo'lsak, ya'ni men o'qituvchim desak, hozirning o'zida o'qituvchi emas, burun o'qituvchim deb. Ik was leraar. Jij was, yani leraar mesela. Siz o'qituvchingiz. Hij was politie, mesela o saqchti. Wij waren, biz bo'lsak munda to'xtabchi. Yani bütün o'tgan zaman birlik shakli was, ko'plik shakli waren. Onunki voltooide deelwoord geweest. Yani buni yana bir qitim sal turib grammatik so'zlagandan keyin tixim yaxshi tushunasizlar. Lekin hozircha yani zayn deganning hozirgi zaman shakllari, o'tgan zaman shakllari mushkalligini bilishinglar ham cho'qim sizlarga bu yodda bo'lib ketish kerak. Chunki bu zayn bilan habin ish qilib har qanday bir gapni qilsak, har qanday bir jumlani ifodalasak, doim ishlatiladigan bek muhim ikki fe'ilchu. Endi zaynning ma'nisi va ishlatilishi. Birinchi ma'nisi jumlada shu asosiy fe'il vazifasini o'tab kelib, bunda asosiy fe'il vazifasini o'tab kelganda bo'lsa degan ma'noni bildiradi. Biz hozirgacha o'rganib bo'lgan, mesela ik ben alim, yani men bo'lsam alim. Biz tilimiz endi bu yerda bo'lsa deganni biz tarjima qilib olmaymiz-ku. Normalda bizning Uyg'ur tilimizda mesela men alim deb deymiz-ku. Lekin golland tilda endi mesela ik alim deb bunda jumla tuzsak bo'lmaydi. Bu jumla grammatikalik jihatdan xavri bo'lmagan, grammatikalik qurilmasi to'g'ri bo'lmagan bir jumla bo'lib qoldi-ku. Shu ma'noda ik ben alim. And hey is Tom mesela, o bolsa Tom. And Aynur is in moy meşe, yani Aynur bolsa bir çıraylı kız bala deb, yani mishada ben is deganning şu bolsa degan ma'nosi var. Het house is groot, bu uy cho'ng. Ik was toen erg klein, men o vaqtda bek kichik edim deb, yani burun deb o'tmishni ifodalagachga was deb kelyotdi. Wij zijn Uyg'ur, yani biz bo'lsak Uyg'urlar debchi. Yani birinci xil ma'nosi shu bo'lsa degan ma'nosida, uni igiga asosan mas shaklini ishlatishimiz intayin muhim. Shu ik desek ben, hey desek is deb, wij desek zayn, o'tgan zaman ifodalasak was degandekchi. Ikkinchi xil ma'nosi fe'ilning pütken zaman shaklida yordamchi fe'il bo'lib keldi. Bu bugün o'rganadigan grammatik qismimiz. Shunga biz oldin shu zayn bilan habinni o'rganib o'tdik. Endi bu qanday yordamchi fe'il bo'lib keldi? Sal turib pütken zamanni shaklida tixinbek yaxshi tushunasizlar. Mesela jumlalarda ik ben naar school geweest. Ma jumla pütken zaman shaklidagi jumlachi. Men maktabga borgan.
And he is in Türkiye xiblefen. O Türkiye'de turgan. Yani xiblefen asli şekli peelninki bilefen şunun kep çıkan. Yani bütün zaman bu hem ötep gitip olan işlerini ifadeleştir. Misaliki mesela ben, is diğerleri hemisi yardımcı peel. Cümlenin asaslık peeli geweest, gebleven. Yani ki we zijn zondag naar de dierentuin geweest. Biz ikşem gün hayvanlar bahçesine bardık desek misaliki geweest. Ik ben in de river gesprongen. Desek men deryağı sekirdim yani gesprongen. Diyen asaslık peel. Yani ki ben zijn, is diğerler yardımcı peelcu. Biz hazır ma cümlelerini pütken zaman şekilde ifadeleyen boğaçqa muşundaq çoğum mas halda yardımcı peeli birge kildiyen kısqısı peelinin pütken zaman şeklide yardımcı peel olap keldi. Yani üçüncü xil ma'nisi mechul derecedeki peellarni yasaydigan yardımcı peel bolap keldi. Biz bu mechul dereceni ayırım ügünüp ötümüz grammatikada. Yani mechul derece degan vaqtda normalde peellarninki yani aktif şekli yoki pasif şekli deb, yani pasif şekli muşu mechul derece. Yani iş hareketinin ilgisi aniq bo'lmagan ifodalash usuli. Masalanchu, men uyni tozaladim desek, o chog'da men ega, uyni men tozaladim deb aniq deyapmiz. Agar biz uy tozalandi, mashina sitildi, bola tug'ildi, tamoq pishdi debchu, bunda ifodalagan vaqtimizda kimning qilganligi aniq emas, lekin asosliq ish harakatining qilinganligi, bo'linganligini ifodalaydigan bir xil shakl majhul daraja. Yani uy tozalandi degan mushta shakllarda, bunda vaqtlarda ham har vaqt shu sein fe'li keldi. Masalan, het house is schoongemaakt. Het house uy deb biz hozir boshqa bir shayni ko'rsatyapmiz. Andan bu birlik şuna mas halda is deb kelyapti. Zeyninki işte üçüncü şahıs birlik keldigan şekli is bo'lganlik uchun. Mesela uy tozalandi. The auto is verkocht. Mashina sitildi. Yani kimning satganligi, necha pulga satganligi, qanday mashina sitildi deb ham bir yuz bergan şirketning natijasini bildiryapti. Hetkinchi is geboren, bola tug'ildi degandek, yani shunday majhul darajani ifodalagan vaqtdami daim sein fe'li ishlatildi. Yani zeinninki 3 xil ishlatilishi ma'nosi mushular. Endi keldik haben. Haben buningmi zeinga o'xshashlam, bumi bir fe'l bo'lganligi uchun shunday har xil shaxs shakllari, ondan zamon shakllari va shaxs shakllari hozirgi zamonda tey texin o'rdiq taytda ik heb, jij, je, u hebt stam qo'shilgan tey. An hij, zij, ze, het deganga heeft, üçüncü shaxsga heeft. Bütün köplik shakli haben. Ondan verleden tijd, o'tgan zaman shaklida bütün birlikka had, ik had. Bütün köplikka hadin. Bütün zaman shakli had. Endi bunun ma'nosi habinninki ikki xil ma'nosi, ikki xil ishlatilishi var. Birincisi bu ham zeinga o'xshash jumladan asosiy fe'l vazifasini o'tab keladi. Bu vaqtda bar degan ma'nosi var. Biz bu ma'nosini o'rgandik, hozirgacha jiq jumlalarda ko'rdik. Hem bunda bir asosiy fe'l vazifasini o'tab kelganda jumlada to'ldiruvchi agashtirib keladi oyasli. Yani mening bir narsam bor, yani nima narsa, nimasi bor, masalan mashinasimi, bolasimi, kalasimi-chu. Şu keyinde agashtirib kelgan narsa to'ldiruvchi bo'ladi. Masalan, ik heb twee kinderen. Mening 2 balam bor. Ik bo'lg'achqa mas holda heb deb kelyapti. Agar uning 2 balasi bor demoqchi bo'lsak, hij heeft twee kinderen. Bizning 2 balamiz bor demoqchi bo'lsak, wij hebben deb mas holda wij deganligimiz uchun hebben. Wij hebben twee kinderen. Hij heeft een auto. Uning mashinasi bor. Hij deganligimiz uchun mas holda heeft kelyapti. Wij hebben een groot huis. Bizning bir cho'ng uyimiz bor. Wij deganlik uchun mas holda haben deb kelyapti. Ondan o'tgan zaman shakliga mesela ik had een fiets. Yani mening bir velosipedim bor. Burun bor ham hozir yo'q degan ma'noda-chu. Ik had een fiets. Mening bir velosipedim bor. Qisqasi habinninki birinchi xil ma'nosi shu. Ikkinchi xil ma'nosi bu ham yana zeinga o'xshash jumlaninki putgan zaman shaklida
yordamchi fe'l vazifasini o'tab keldi. Sel turib bunun qoidasini ham tafsiliy o'rganamiz. Lekin mana misollarda masalan ik heb al gegeten. Yani men allaburun tamaq yeb bo'ldim deb ma jumla bitgan zaman shaklida kelgan jumla. Jumladagi asosli fe'l gegeten. Biz mushta bitgan zaman ifodalagan vaqtida cho'qim yordamchi fe'l ya haben ya zayn ikkisidan birisi cho'qim kelish kerak-ku. Agar unday kelmasa, masalan ik al gegeten desak, bu jumla grammatikalik jihatdan to'g'ri bo'lmagan jumla bo'ldi. Shunga ik heb al gegeten. Ik bo'lg'achqa masalda heb. Agar u tamaq yeb bo'ldi demoqchi bo'lsak, ya'ni o'xshashlan hay heeft, hay bo'lganlik uchun hayninki haben shakli heeft, hay heeft al gegeten. Maar keyindeki fe'lning bu shakli o'zgarmaydi. Hay heeft gegeten desak, u tamaq yeb bo'ldi. Yani mesela cümle hij heeft als leraar gewerkt. O o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hij bo'lg'achqa masalda heeft kelyapti. Wij hebben hem al 3 keer gebeld. Biz onunla 3 qitim telefon qildik. Wij bo'lg'achqa masalda hebben deb kelyapti. Ik heb vandaag lang uitgeslapen. Ama uitgeslapenni xato yozib qo'yaptiman. Uitgeslapen SLT. Yani ben bugün uzun uxlab oldim deb ik bo'lg'achqa mas holda heb deb kelyapti. Qisqasi habninki bitgan zaman shaklida yordamchi kelish shakli mushta. Endi hozir shu bitgan zaman shakli degan qanday zaman shakli, qanday vaqtlarda ishlatamiz, uni qanday turlaymiz, endi mushni o'rganib o'tamiz.